Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugün çislağ 2020 yıl 9. ayının 2. günü haftaga çarşamba. Endiki mavzumunda vatandaş. Amerika Tayvan siyasetini tertipga solib, bir jungo siyosatining jungoning og'zidagi bir jungo prinsipi bilan o'xshashmaydiganligi aniqlama berdi. Mavzuli xabar 9. ayının 2. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Jungo Tayvanga besimni kuchaytirayotgan bir paytda Amerika dal hozir Tayvan siyosatini tartibga soldi hamda shundaqla Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berishning maxfiyatligini oshkorladi. Amerika hukumati Washingtonning bir jungo siyosati bilan jungoning Tayvanga egilik huquq talebi bayon qilishning o'xshamaydiganligini qadam-qadam aniqlab ko'rsatdi. Davlat mahkamasining bir nafar oliy amaldori dushanba kuni bunday ko'rsatdi. Amerikaning yaqindan bir-ikki harakatlari siyosatdan chetnab ketish emas, balki Washingtonning uzundan beri ijro qilib kelayotgan bir jungo siyosatini zo'r darajada tartibga solishning bir qismidir. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Osiyo Tinch okean ishlari yordamchi davlat islohoti va David Stilwell haftaning 1 kuni ekran orqali Amerika an'anaviy bilim xazinasiga mundoq dedi. Amerika uzundan beri bir jungo siyosatini ijro qilib keldi. Bu siyosat Jungo Kompartiyasining Tayvanga egilik huquq bayon qiladigan bir jungo prinsipi bilan o'xshashmaydi. Amerika taraf Tayvanning egilik huquqi masalasida maydon tutmaydi. Endi butun salmoq va butun tasavvuringizda mushu jumlaga markazlashtiring vatandoshlar. Nima deydi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik bir nafar amaldori deydiki, Amerika taraf Tayvanning egilik huquqi masalasida maydon tutmaydi. Tayvan bunday ko'rsatdi, mudofaa kuchimizni davomli kuchaytiramiz. Tayvan o'xshashli Amerikaning Tayvanning bexatarligi to'g'risida bergan qat'iy va'dalariga rahmat aytdi. Jungo amaldorlar Beijingda Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan munosabatni yuqoriga o'rlashni to'xtatishga yetakchilik qildi. Amerika bilan Tayvan dal hozir ikki taraf savdo suhbatini boshladi. Mavzuga diqqat qildigan tasavvuringlar qoldigan ikkinchi jumla. Amerika bilan Tayvan dal hozir ikki taraf savdo suhbatini boshladi. Mutaxassislar bunday hisobladi. Bu qatamqi Tayvan Amerika suhbati Amerika Tayvan o'rtasida erkin savdo kelishimi imzolash uchun tashlangan bir qadamdir. Bu uchinchi jumla sizlar esinglarda saqlaydigan. Amerika an'anaviy bilim xazinasi va siyosiy tadqiqot markazining mudiri Walter Lockman haftaning 2 kuni Amerika ovoziga mundoq dedi. Yangi iqtisodiy va savdo suhbati qaltis gap. Amerika o'xshashli uchur aloqa telegramma mazmunini e'lon qildi. Jumladan 1982-yili belgilangan Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berish va Washingtonning Tayvanga bergan 6 turlik kapolatnomasi e'lon qildi. 6 turlik kapolatnoma kishilarga ma'lum bo'lgan maxfiyatlik. David Stilwell Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi David Stilwell mundoq ko'rsatdi. Bundaq tarixni eslab o'tish intayin muhim. Chunki Beijingning odati borki, u tarixni burmalaydi.
Sabıq prezident Reagan hökuməti o'ttirib qoyğan 6 türlü kapolatga asoslanganda birinchi Amerika Tayvanga harbiy qurol yarog' setib berishda Jungo bilan maslahatlashmaydi. Ikkinchi, Tayvanning egilik huquqi masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari maydon tutmaydi. Üçüncü, Tayvanni Jungo bilan suhbat o'tkazishga abadiy zo'rlamaydi. Mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Amerika bu qatim Tayvan bilan bo'lgan munosabat masalasida yangi misollar keltirmagan bo'lsa-mu, lekin 1982-yildagi Telegramni maxfiyatini oshkorlash orqali bu 6 turli kapolatning yangi bir harakat ekanligini ko'rsatdi. Yuqorida 2-3 jumlaga diqqat qildik, vatandoshlar tasavvuringizni oldingiz. Endi tövəndə biz onunla yarışa, endi sizlə muhakimə edib barımız vatandaş.